Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun Namangan viloyati Norin tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerga Turkiyaning mashhur isitish qozonlari sohasida qariyb 30 yillik tajribaga ega Eko kompaniyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarilayotgan Ekol 35 modeldagi kotlovimizni dastavka qilib yetkazib bergandik. Mana hozir yoqib tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Kotlovimizni ko'rishlaring mumkin. Mashalloh. Juda ham go'zal holatda yonyapti. E'tibor berib qo'yasizlar. Kotlovimizda har bitta eshigi germetichniy bo'lgan. Hech qaysi eshigidan tutun qo'ymaydi. Hozir mana yoqqanimizga yarim soatdan ko'p vaqt bo'lgani yo'q. 65 gradusga chiqdi. Kotlovimizni komplektatsiyalari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, aqlli displey, gruppa безопасность, turboventilyator hamda stabilizatorimiz mavjud. Har bir mahsulotimiz uchun shunaqangi zavodimiz tomonidan tozalash uchun juda ham qulay bo'lgan instrumentlar albatta qo'shib beriladi. Mana uyimiz egasi. Aka, kotlovimiz nima deyapti aka? Baholasa gap yo'q, zo'r. Ishlari yaxshi. Ko'ngli so'ldimi aka? Asos sistemamizni ham chiroyli qilib santexnik ustalarimiz ketishgan ekan. Nima deysiz aka, tavsiya qilasizmi kotlovni aka? Hammaga tavsiya qilaman. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin shunday kotlovlarni ishlatish. Xudo xolasa Xudo xolasa mana uyimiz egasi. o'tiraveraylik. Xuddi shunaqa aka. Xudo xolasa har yoqqaningizda aka issiq o'tirganingizda duo qilib turasiz aka. Albatta duo qilib hojatlarimiz bor. Hozircha sana to'ylaylik, bo'lmasa bir duo qilib qo'yamiz sizlarga. Shunaqa. Azizlar, kimga shunaqangi ekonomishni, komfortni hamda ekologik toza kotlovlar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, Teplo Ideal YouTube kanaliga, Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi ma'lumotlardan chetda qolmaysizlar. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga telefon qilsalaring, bemalol yetkazib qilib beramiz. Dastavkamiz bepul. Tubdan ko'ra bordik mashina Teplo Idealga. Zo'r ekan kotlov. Ko'ngildagidek chiqdi. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin shunaqa kotlovlarni ishlatish. Mashalloh. Ilohim aytganingiz kelsin aka. Azizlar, kimga shunaqangi ekonomishni, komfortni hamda ekologik toza kotlovlar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi ma'lumotlardan chetda qolmaysizlar. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin.